Hammaga assalomu alaykum aka-ukalar. Xudo xolasa 6-mart mana O'zbekistondan chiqqan avtobusimiz Moskva shahriga yetib keldi aka-ukalar. Kimdan kim shunaqa komfortabl avtobuslarda kelib ketadigan bo'lsa, ishonchli nomerlarga kiring o'pamiz, bemalol telefon qilib bog'lanasizlar aka-ukalar. Bizda reyslar har kuni amalga oshiriladi. Moskvadan O'zbekistondan Moskvaga tуда apparatni bemalol. O'zbekiston hamda rossiya nomerlarini qo'yamiz. Ishonchli telefon qilib bemalol bog'lanaverasizlar aka-ukalar. Moskvadan avtobus narxlari 5000 rubldan aksiya olyapti. Bemalol telefon qilib, bog'lanib, joy bron qilib ketishlar mumkin. Kanalimizga like, kommentariya bosish esdan chiqmasin aka-ukalar mana. O'zbekistondan kelishda 4 ta odam Peterga bor ekan. Oldik, hozir mashinamizga joylaymiz, ularni ham syomka qilib boramiz aka-ukalar. Moskvadan O'zbekistonga avtobus kerak bo'ladigan bo'lsa mana 5000 rubldan avtobus xizmatlari. Mana. Aka Petergami? Qani shu mashina? Aka kiya orqada. Men bilan ketasiz birada. 667. Uni orqasida avtobus orqasida. Mana akalarimiz 4 kishi ekan. Oldik, xudo xolasa Peterga olib ketamiz. Mana avtobusimiz komfort. Yo'llarga suhbat qilib ketamiz.